Assalamu alaikum barliq aziz qarindoshlar. Men Tayyib Uyg'uryan. Bugun 2022-yili 15-sentabr. Bugun sizlar bilan eng yaqinda ko'nglimizni intayin qattiq bearam qilgan vatanimizdagi ocharchilik va uning bilan aloqador jiddiy harakatlarga taqobil turish mexanizmi haqida o'ylaganlarimni o'rtoqlash uchun oldinglarda o'tiribman. Bugungi suhbat timida men suhbat temasini Uyg'ur xolumudur va jiddiy voqealarga taqobil turish mexanizmi barpo qilish haqida deb ism qo'ydim. Hammamizning xabarda bo'lgandek, Xitoyninki G'ulja va boshqa shaharlarda yo'l qo'ygan majburiy och qo'yish harakati va undan kelib chiqqan nurg'un fojia va tragediyalar hammamizni intayin qattiq bearam qildi. Hozirgacha menmi 2 haftadan beri toza ismga normal holatimga qaytamayapman deb o'ylayman. Hammamiz dunyo qaysi joylarda qarindoshlarimiz turli shaklda o'zining g'azab nafratini ifodalab kelyotdi. Bunun o'xshash voqealar burunmi yuz bergan, buningdan keyin davomli yuz berishi mumkin. Ammo bu qismi intayin fojialik davom qilyotdi. Bunga bizning inkosimiz qattiq bo'lyotdi. Ammo bu yerda bir muhim masala o'tirg'i chiqib qoldi. U bo'lsa muhojiratdagi Uyg'urlarning vatanda va xalqlarda yuz berayotgan Uyg'urlarga oid jiddiy fojialik voqealarga taqobil turgan bir mexanizmimiz yo'q. Tunji inkosimiz hammamiz intayin qattiq jiddiylashimiz, patparaq bo'limiz. Andikin bir-birimizni tashkilotlarni o'zaro ayiblaymiz. Undan keyin sosyal medialarda shu vaqtda videolarni taqitimiz. Bu voqea bir hafta, 2 hafta davomlashdi. Shundan keyin bir qismlarimiz bo'ldi bu Uyg'urlarning masalasi o'zgarmaydi ekan deb voz kechimiz. Yana bir qismlarimiz tashkilotlarni tillab voz kechimiz. Shunaqla bu ishlar davomli takror mingilyotdi. Bir sistemaga tushmayotdi. Ya'ni hech bo'lmagan chog'da faqat birla tarafi, ya'ni jiddiy voqealarga taqobil turish mexanizmi bo'lsa-mu, sistemda holda ratga tushmayotdi. Mushu nuqtadan olgan chog'da men bir qator ishlarni o'yladim. Shuning uchun buni o'rtoqlashmoqchi. Bu jihatda jami 9 turlik jiddiy mexanizm G'ulja ocharchilik keltirib chiqargan mushu umumiy inkosimiz va aloqador voqealardan bundan keyin yuz bermoqchi bo'lgan va yoki davomli yuz berayotgan vatanimizdagi navbat yuz berayotgan voqealarga qarata konkret holda jiddiy voqealarga taqobil turish mexanizmi barpo qilish bizning har bir aql egasining mas'uliyatchan shaxslarning, tashkilotlarning, ziyolilarning o'rtaq mas'uliyati deb o'ylayman. Agar mening shu 9 turlik fikrimni anglagandan keyin texmo o'xshash fikrdagi insonlarga mushunga inkos qaytarishga, harakat qo'llanishga chaqirma, taklif qilma, muhim taklif fikrlar olib qolsa albatta buni tuzatish qilib, texmo mukammallashtirib, realligimizni o'zgartirish uchun tezroq bir qadam harakat qilishga tashabbus qilma va chaqirma. Jiddiy voqealarga taqobil turish mexanizmining birinchisi oldi bilan o'zimizni tutgan pozitsiya. Har qitim voqealar yuz berganda ko'pincha qarindoshlarimiz oldi bilan o'zimizni yo'qotib qo'yotdi. Bu yo'qotib qo'ymasligimiz kerak ekan. Ziyoda tushkunlashib, umidsizlanib, hatto shaxsiy o'zining hayotidan va yoki xalqimizdan bo'ldi men Uyg'urlar bilan aralashmayman. Bo'ldi bu hayotga menga kerak yo'q deydigan inkoslarni ko'p uchratdik. Xususan men nurg'un kishilarning telefonlarini qabul qildim. Umidsizlikka, dod faryodga, hayotdan voz kechishga, Uyg'urlardan voz kechishga oid uchurlarmi ko'p bo'ldi bu jarayonda. Endi hatto menmi bu qitimliq dastlabki ko'plagan videolar kelavergandan keyin mening qaytargan inkosimmi menmi nayt qattiq umidsizlandim. Ammo umidsizlanib tashlab etmasdan uningga qarshi qattiq qo'l, keskin harakat qo'llanma degan inkosda bo'ldim. Ammo keyin o'ylanib, u harakatdan qildigan unum, foyda va ziyonni xulosa qilib,
yakunlagandan keyin to'xta, men texmi salmoq bo'lishim va texmi uzun muddatli kuchli bir ish uchun tayyorlik qilishim kerak deb o'ylab to'xtadim. Bu birinchisi, ya'ni o'zimizni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Bu bizga bak ig'ir kun keldi, ammo ro'yxatimizni yaxshilashimiz kerak. Qarindoshlar ara va yoki boshqalar ara biz mehr-muhabbatni Uyg'urlarni alayli yoki Uyg'ur bo'lmaganlarni alayli, ammo cho'qim Uyg'urga mehr-muhabbat qilishimiz kerak. Xususan men ko'pincha mehr-muhabbatimni Uyg'ur bo'lmaganlardan olaman, ammo kuchim yetgan miqdorda Uyg'ur qarindoshlarga berishga tirishim. Men bu boshqa qarindoshlarimizningki mayli u muhabbat manbasi nerdan kelsa bizga kelsin. Uyg'urlar bizga bermasa o mehr-muhabbatni, Uyg'ur bo'lmaganlar bersa, shularni alayli biz inson keng doirada. Biz dunyoning orqasiga taralgan, atrofimizdagilarning hammasi Uyg'ur emas. Shunga boshqa insonlar bizga hurmat, yordam, ko'ngil bo'lish ato qilgan bo'lsa, bizning rahmat deymiz, kuchimiz, ammo atrofimizga mehr-muhabbat beriladi. Agar mushu xil ko'z qarash kuchaygan bo'lsa, bizda bundan keyingi o'zgarish, mehr-muhabbat o'zimizni avval ro'yxatimizni yaxshilash, har qanday jiddiyat taqob turishning birinchi qadami. O'zimizning ro'yxatimizni yaxshilash, kuchli bo'lish, bardoshlik berishni o'rganish eng muhim ish. İkinci, tavsiyem, ko'pincha kishilar harakat qilishdan voz kechibdi. Ammo ikkinchi tavsiyam bo'lish kerak desa, cho'qim harakat qilishdan voz kechmaslik kerak. Cho'qim harakat qilishimiz kerak. Uzun muddatli harakat uchun bizning sog'lig'imiz va ro'yxatimiz intayin muhim. Bizning harakatlarimizning ta'siri yo'q, unumi yo'q deb o'ylash xato. Chunki har qanday harakatimizning Xitoyga qarshi ta'siri, unumi bo'ladi. Bo'lib darvaqa hech qanday davlat yoki hukumatning navbatda Xitoyni to'xtatadigan bir tadbiri yoki siyosati yo'q. Ham unda bir javobni hech qanday bir ziyoli mutaxassis o'tirib qo'ya olgan yo'q. Xitoyni butunlay to'xtatib qilayotgan ishlardan talto'kis, mayli uning iqtisodiy harakatini cheklash bo'lsin yoki Uyg'urlar qaratgan siyosatini bo'lsin, darhol to'xtatimiz degan bir tadbirni biz anglaganimiz yo'q. Undaq bo'lgan ekan, bu noktada biz yalnız emas. Yani Xitoyning ibarat bir kuchlik, ammo razil bir davlatning yoki bir hokimiyatning masalasiga duch kelgan faqat biz Uyg'urlar emas. Bu nokta olgan chaqda biz o'zimizni qattiq ayblab, bizning harakatlarimiz butunlay qog'i kelmaydi va yarmas deyishimizning hech qanday zaruriyati yo'q. U o'zimiz uchun zulm. Aksicha biz Uyg'ur bo'lishimiz bilan bizga har birimizga tushgan Uyg'urlik mas'uliyatini ado qilishimiz kerak. Va mayli qanday ahvol bo'lishini qat'iy nazar vatandagilar uchun harakatni qat'iy to'xtatishga bo'lmaydi. Bu bizning beshimizga tushgan, hayotimizning oxiri qadar tushgan vazifa. Xalqimiz uchun harakat qilishdan mayli oshkor qilayli, mayli maxfiy qilayli, uning shakli, usuli qanday bo'lishini qat'iy nazar xalqimiz uchun harakat qilishdan qat'iy voz kechmasligimiz kerak. Chunki vatandagilarning bizdan boshqa umidi yo'q. Aşı G'o'jadagi qarindoshlarimiz, Aqsu'dagi qarindoshlarimiz, Xotandagi qarindoshlarimiz, Qashqardagi qarindoshlarimiz, Urumchidagi qarindoshlarimiz, sizning va mening bariq tuqqanlarimning hammasining birdan-bir umidi, mening chet elda bir tuqqanim bor, bir qarindoshim bor. U men uchun cho'qim gap qiladi, men uchun cho'qim harakat qiladi, men uchun so'zlaydi, meni aslaydi, meni duo qiladi deb bizga umid bog'laydi. Shuning uchun biz chet elda qandoqlikin qilayli, mayli kim bo'lsa bo'lsin, harakatdan qat'iy to'xtashga bo'lmaydi. Bu meniki deydiganim, har qanday jiddiy voqealarga taqobil turishda o'zimizningki ro'yxatimizni yaxshilashdan keyin ikkinchisi xalqimizningki, vatandagi xalqimiz uchun harakat qilishni voz kechmaslik haqida tavsiya beraman. Undan keyin uchinchisi ahvollarni egallash. Aloqador uchurlarni to'g'ri egallash va xuloslash. Agar biz duch kelgan shu jiddiy masalaning G'ulji vaqasiga o'xshash, G'ulji ocharchiligiga o'xshash yoki Shinjang saqchi hujjatlari va yoki uningdan ilgari vatanda bo'ldi degan ma'lum bir voqeaga o'xshash bir voqeani anlagan bo'lsak, cho'qimki biz uningga oid butkul uchurlarni biroz to'g'ri holda, nisbatan ishonchlik manbalarni egallab, uning rost yolg'onligiga avval o'zimiz jazm bo'lishimiz kerak. Agar bilmasak, boshqalardan so'rasak bo'ladi. Uni egallab bo'lgandan keyin Annekin uni qachon, qayerda, nima ish bo'ldi deganlarni to'liq va aniq egallashimiz lozim. Chunki to'g'ri uchur va to'g'ri qaror
to'g'ri uchurlarni egallash to'g'ri qaror chiqishimizga foydali. To'g'ri uchurlarni biz har qanday manbalarga ishlatishimiz mumkin. Namoyishga, siyosiy harakatlarimizga, axborotchilikqa hammasiniki bir manbasi to'g'ri uchur. To'g'ri uchur bo'lmagan holatda cho'ng qarorlarni, harakatlarni ilib bormaymiz. Bu to'g'ri uchurni to'plash, radlash ve tekshirib natija chiqarish uchun cho'qimki bir sistemli guruh ketadi. Bununla agar qiziqgan qarindoshlar bo'lib qolsa, buni ayrim suhbatlasak bo'ldi, ammo hozir qilayotgan nurg'un qarindoshlarimiz borkan, shundaqdimi uni pishiqlab ishlash, radlash, tarjima qilish uzun muddatlik ish. Biz bu vaqtda burunmi suhbatlashgan, ammo o'tirib qo'ygan taklifimdagi uchinchisi cho'qimki axborot uchurlarni to'g'ri sistemli holda radlash, egallash lazım. Dördüncüsü, her qitimliq muhim, ciddi vaqalarda çoxumki təşkilatlarımız təşkili bayanat verişi kerak. To'g'ri uchurga asasen organlarımız ve nüfuzluq şəxslər köp tilliq bayanat verişi, xalqaro jamiyatni, davlatlarni Uyg'urlar uchun shu aloqador vaqada Xitoyga qarshi tadbir qo'llanishga chaqirish lazım. Mesela bu qitimliq G'ulja açıqçılığı, Xolumudur vaqasida Xitoyning aç qo'yganligiga oid cho'qimki barliq tashkilotlarimiz inglizcha va boshqa 10 tilliq, 10 cho'ng tilda bayonotni tez suratda bersa, bir vaqtda uning ta'siri texmi zo'r, texmi kuchli, texmi unumli bo'lgan bo'ladi va buningdan xabardor bo'lgan har bir muxbir va organlar to'xta bu Uyg'urlarniki eng muhim tashkilotlari, shaxslari bu vaqtda bayonot beribdi. Demak, bu sistemalik rost va bo'lgan isbotlangan ishkan deb buning ishinishi muqarrar bo'ladi. Ondan keyin 5-chi taklif fikrim xalqaro ittifoqdosh izlash. Har bir timliq jiddiy voqea yuz berganda biz qo'llanmoqchi bo'lgan harakatni yolg'iz qilib bo'la olmaymiz. Shunga har bir qitimliq harakatimizning xarakteriga mos keladigan organ shaxslarga, tashkilotlarga aloqa xabar qilib, xabar berishimiz, ularni o'rtaq kuch chiqarishga safarbar qilishimiz harakatimizga unum va ta'sir beradi. Xalqaro ittifoqdosh izlash bu Uyg'urlarni yadro, markaz va asos qilgan boshqa kishilarni bizga moslashgan, yordamchi qilgan bo'lishi kerak. Chunki bizning harakatimizning asosi yanada biz xalqaro jamiyat, hech qanday davlat bizga qarzdor emas. Vatandagi xalq Uyg'urning tuqquni, Uyg'urning pushti hargizmi xalqaro jamiyatning bir tarixiy yoki siyosiy manfaat bilan u qadar bizga bo'lgandek alohidar emas. Bu nuqtani olgan chog'da biz davomli ittifoqdosh izlasak bo'ladi, ammo bizga birdan-bir manba, ilhomimizning manbasi xalqaro jamiyat davosak to'g'ri bo'lmasligi mumkin deb o'ylayman. Ularni davomli turli shakllar bilan yordamga chaqirish to'g'ri usul deb o'ylayman. 6-si tashkiliy maslahat va harakat guruhi qurish. Agar xalqaroda birlik kelgan harakat guruhi qurolmasak, shu davlatning o'zida, Turkiyadagi jamoatlar birlashib bir hamkorlik maslahat guruhi qurish kerak deb o'ylayman. Amerikada Uyg'ur jamoatlari moslashib hamkorlik maslahat guruhi, maslahat va hamkorlik harakat guruhi qurish kerak. Yevropada bo'lsa desa, har bir davlatlar bo'lsa, har bir davlatda, masalan Gollandiyada Uyg'urlar, tashkilotlar nihoyat ko'p, bu yerlik Uyg'urlar hamkorlashib, o'zaro jiddiy voqealar duch kelgan vaqtda maslahat va hamkorlik guruhi qursa bo'ladi deb o'ylayman. Hamda chunki jamoat har qismliq voqeaga duch kelganda tarqoq va chechlangan holatda harakat qilyapmiz. Bu jihatda moslashtirish harakat guruhi qurilishi, yuqori to'van ayrilmaydigan bir maslahat va hamkorlik mexanizmi qurish uzun muddat harakat uchun muhim. Buningda nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak, nima deb tashviq qilish kerak, nima deb tashviq qilmaslik kerak, kimlar qayerda qaysi organ bilan aloqa qiladi, kimlar nerda qanday harakatga mas'ul bo'ladi. Buni fikrlashadigan bir sahna, bir mexanizm, bir guruh bo'lishi kerak. Ammo bu ishda biz hamisha deb kelgandek shuhrat va huquq talashishni va o'ziniki tashkiliy oq ko'rinishni milliy manfaatning oldiga qo'yib oldiganlar bo'lib qolsa, bu ish yaxshi bo'lmaydi. Uyg'urning ig'ir kunlari bir tashkilot yoki shaxsning jon boqadigan, o'zini ko'rsatadigan, shuhrat qozonadigan manbasi qilinmasligi kerak. Bu nihoyat ochiq va oddiy bo'lgan bir masala. Bo'ladimi? Uyg'urlar eng jiddiy kunlar duch kelgan vaqtida tashkilotlar
talash tartishdan vaqtincha bo'lsa-mu voz kechish kerak. 7-chi taklifim Xitoyga harakatimiz endi bundan keyin Xitoyga qartilgan bo'lishi kerak. Bizning Xitoyning o'ziga bevosita bisim tushiradigan bir usullarimizni o'tirg'i chiqarishimiz kerak. Chunki biz yillardan beri chet elliklarga bildirish harakatini yaxshi qildik, qilyapmiz. Ammo Xitoyga qartilgan mayli tashviqot, mayli ayiblash yoki Xitoyga bisim tushirish yoki Xitoyga qarshi qo'llangan harakatimizning salmoqi intayin to'van bo'lyapti. Endi harakatlar Xitoyga mı qartilish kerak? Chunki navbatda Uyg'urlar va bizning vatanimiz Xitoyning qo'lida, boshqa bir kuchning, boshqa bir davlatning qo'lida emas. Endi Xitoyga biz bevosita deyilishimiz kerak. Necha vaqtdan beri biz ko'pincha dunyoga Xitoy mening gapimni anglamadi. Mening xalqimni bozaq qilyapti. Mening yerimni egallab oldi. Shunga mush gapni sen Xitoyga deb bersang degan ishni qildik. Mayli mediaga so'zlayli, mayli lobbichilik qilayli va yoki imajlik faoliyatlarni ilib borayli, hammasida biz kishilarni vasıt qildik, bizning dardimizni Xitoyga deb berdiganga. Endi Xitoyga o'zimiz deydigan usullarni tepishimiz kerak. U mayli Xitoyning hukumat organlariga bevosita telefon qilish bo'lsin. Xitoyning jixi o'rinlariga telefon qilib, nima qilyapsa? Xitoyning doktorxonaga telefon qilib, nima qilyapsa? Mushu qilmishining jinoyatini bilamsa, aman bir kun sendan so'rg'i bo'ladi. Butkul dunyo va men biz ko'ngil bo'limiz va surishtiramiz deb Xitoyning aloqador o'rinlariga bildirish kerak. Mayli Xitoyning elchixonalariga bo'lsin, mayli Xitoyning hukumat doiralariga bo'lsin, turli usullarda aloqa, bisim, tashviqot va boshqa turli potensial ehtimolli bo'lgan har qanday harakatlarda Xitoyga markazlik va nuqliq oldi qartish intayin unumli deb o'ylayman. Bu qidim Gollandiyada va Fransiyada Xitoy elchixonasiga qarta ilib berilgan harakatni men nayti yaxshi, zarur, jiddiy bo'lgan harakat deb qarayman. Uni ayiblash, uni xato deb ko'rsatish bu bizningki Xitoyga bo'lgan nafratimizni, jasoratimizni suslashtirdi. Undan keyin 8-inchisi sosyal media tashviqot harakati. Buni men biroz keyinga tizdim. Bugungi dunyoda sosyal media eng kuchli va qulay bo'lgan tashviqot sahnasi. Biz bundan yaxshi foydalandik yillardan beri, ammo bundan keyin texmi kuchli foydalanishimiz kerak. Har qanday jiddiy voqea qo'zg'algan vaqtida cho'qimki sosyal mediadan foydalanishni yanada muhim usul ustida qo'yishimiz kerak. Sosyal biz necha vaqtdan beri bergan muxbirlar bo'lgan barliq ziyoratlarimizning hammasi shu muxbirlar sosyal mediadan manbalarga erishib, shu shaxslarni izlab, andan keyin topgan. Bo'libmi Twitter intayin muhim ahamiyatga ega bo'lgan. 9-inchisi diqqat va fokus masalasi. Biz hamisha diqqat fokus nuqtamizni chechib keldik. Diqqat va fokusni biz qisqa muddat va uzun muddat deb ikkiga ayıra olamiz. Qisqa muddatlik fokus va diqqat nuqtasida biz shu jiddiy voqea yuz bergan vaqtida, masalan bu qitimda qo'lji voqeasi bu voqea yuz bergan vaqtida biz diqqatimizni boshqa ishlarga chachmay shu jiddiy voqeaga qarashimiz kerak. Shu ishga jiddiy markazlashishimiz kerak. Bo'libmi bir qism qarindoshlarimiz shunda jiddiy, masalan Xinjiang saqchi hujjatlari oshkorlandi, Xi Jinping'ninki Uyg'urlarga rahimsizlik qilish bo'lmaydi degandek hujjatlari oshkorlandi yurib vaqt kezdilar. Andan keyin BBC'ninki Uyg'ur xonim qizlari qilayotgan xo'rliqlar, jinsiy zo'ravonliklar oshkorlandi. Mushundaq masala tushmayotganda cho'qimki biz boshqa jamoatlar uni xuddi yetish bo'lmagandek emas, bir turkum kishilar sosyal medyada, Instagramda, Facebookda xuddi Uyg'urlar aloqasi yo'qdek, Uyg'urcha o'zining rasmlarini, oilalarindagi intayin baxtiyor, parvoz narsalarni chiqaryapti. U bizga bergan bir xil hurmatsizlik, vatandagi xalqni ko'zga ilmaganlik. Vatandagi xalqga men sen bilan ishim yo'q deganlik, ochiq oshkora. Hech bo'lmasa bir mezgil, bir hafta, bir oy bo'lsa, bir odam motam tutishni, g'ozi bildirishni bilish kerak. Hatto vatandagi qarindoshlar shuni bilib turib, ko'rib turib, Xitoyning zulmini bilib turib, qisas oldiganlikni bilib turib, ochiq oshkora so'zlayotdi. Bu jondan to'ydiq, oldiganni ol deyotdi. Ham chet elda turib, shu qarindoshlarımizga ovoz chiqarmaganni oz deb, shularningki motimida, shularningki
ig'ir kunlarda g'azlar bo'lmay, aksicha biz o'yin tomoshani qilsak, bu bek ajablanarli ish. Hech bo'lmasa sukut qilib, hech nima yo'llamay tursak mayli agar gap qilg'imiz kelmasa. Endi fokus va diqqatniki uzun muddatlik nuqtasi shu desa, bu qisqa muddatlik nuqtasi bu mundaq bo'lsa, uzun muddatlik nuqtasi biz untuqaq bo'lib qoldik. Bir ay burun nim berganda, bir yil burun nima ish berganda ashton sal qilyapmiz. Biz Xitoyning bizga qilganlarini qat'iy unutmasligimiz kerak. Xalqimizga qilganlarini unutmasligimiz kerak. Ota-onamizga, qarindoshlarimizga, shu begunoh kishilarga qilgan ishlarni qat'iy unutmasligimiz kerak. Uzun muddat olgan chaqda bu bizning strategiya, plan, hamkorlikni, davomlashishni, umidlanmaslikni talab qildi. Strategiya, plan, davomlashish, izchillik, hamkorlikni talab qildi. Mayli mening bu so'zlarim qaysi bir singlarniki kayfiyatiga to'g'ri kelsin, kelmasin, bu intayin muhim deb o'yladim. Menmo g'oyat zo'r psixikalik bisimdan, ruhiy bisimdan aran qutulishga g'ayrat qilib, chidab, bugun sizlarning oldingizda o'tirib, mush gaplarni deyaladim. O'ylaganlarimni sundum. Bu biraz harakat tipidagi mexanizm barpo qilish tipidagi gaplar. Shaxslarga mos keldi, tashkilotlarga mos keldi, ziyolilarga mos keldi. Sizlar anglasanglar, boshqa qarindoshlarga, tashkilotlarga cho'qim yetkazinglar. Hech bo'lmasa dunyoviy hamkorlik o'rnatamizmi biz bir rayonlik yoki bir davlatlik hamkorlik o'rnatishimiz kerak. Kanadadagi Uyg'urlar bir jiddiy harakatlarga qarta tashkilot gruppasi o'xshamsimi o'ziga mushuna mos keladigan bir guruhni qurish kerak. Yaponiyadami shu, Avstraliyadami shu, Turkiyadami shu, Germaniya, Fransiya, Belgiya, Gollandiya. Bir şey qarindoshimizning hammasi bu shunday bir ong'i kelsak, bir hamkorlik gruppasi quraylik. Biz huquq taqsim qilmaymiz, shuhrat, vazif, manfaat talashmaymiz. Shu ishda, shu jiddiy vaqada bir kuch qo'shimiz damalliqqa deydigan bir guruhlar bo'lish kerak. Bu bek ta'sir emas, qig'il bo'ladi. O'xshamagan ideal kishilar bilan shu bir ishni yaxshi qila olsak, ertaga boshqa ishlarga hamkorligimiz ham oshadi. Asta-asta damalliqqa kuchli taraqqiy qilishimiz mumkin. Ko'pchilik rahmat.